Bugun ham bolajonlarga zavtrak tayyorlab, obed va ujinlarini zaryadni tayyorladim. Uydagi ishlarni tinchitib, bolajonlarni tinchitib, men ham tezgina ustalarimni kiyib oldim. Bugun o'rtoqlarim bilan uchrashuvim bor. Bir oyga bir qizlar yig'ilishamiz. Shuning uchun tezlik bilan tayyorgarlik ko'rib oldim. Qizlar, sizlar ham shundaymi? Biron joyga bormoqchi bo'lsalaring, hamma ishlaringni bir pasda tinchitib tashlaysizlarmi? Biz ham o'sha ko'chaga chiqdik. Havo juda ham yumshoq edi. Avtobusga ham yo'l yurib ham manzilimizga yetib keldik. Qizlar bilan bir oydan chiqib ko'rishganimiz yo'q edi. Juda ham bir-birimizni sog'inib qolibmiz. Ozgina g'iybatcha taym ham qilib, mana birinchisi ovqatimiz ham keldi. Issiqqina hammamiz gaplashib, u yoqdan bu yoqdan gaplashib o'tirib, shashligimizni va arkasidan esa shirinligimizni yedik va hammamiz tarqaldik. Biz esa magazinga kirib, picha aylandik. Magazinda вообще atmosfera bomba. Qizlar yangi yilga shunaqa tayyorgarliklar zo'r. Bu yerda ham ozgina aylanib, marojna yeb, keyin esa kech bo'lganda uyga qaytdik.